Yangilangan Haval H6 ni sotib olishingiz uchun 3 ta sabab. Birinchi bo'lib, mashinaning yangilangan qismi radiator panjarasi bo'lib, mashinaga futuristik chiroy bag'ishlaydi. Yon tomonda esa Starlight faralarni ko'ramiz. Har bir fara 23 ta LED dioddan iborat bo'lib, ular 200 metrdan ortiq masofani yoritish imkonini beradi. Bundan tashqari, avtomobilning orqa faralari ham yangilanmasdan qolmadi. Keling, eng qiziqarli qismiga o'tamiz. Ushbu avtomobilning salonida qanday o'zgarishlar bo'ldi? Keng va yorug' salon bizni yaxshilangan shovqin izolyatsiyaga ega premium bezaklar kutib oladi. Multimedia tizimining kattalashtirilgan displeyi bir necha tillardagi menyuni qo'llab-quvvatlaydi. Shuningdek, o'zbek tilini ham. Shuningdek, kuchli tezkor zaryadlash zonasi, Cloud Science Minimalism konsepsiyasi mavjud. Uzatmalar qutisini tutqichi markaziy aylanuvchi selektor o'rniga rol ustiga ko'chirildi. Avtomobil minimalizm ko'rinishida ega bo'lsa-da, lekin maksimal qulayliklarga ega. Albatta, ushbu komplektatsiyada panoramli tom ham mavjud. Qo'shimcha qulaylik sifatida bagajnikni kontaktsiz ochish funksiyasi ham mavjud. Eng muhimi, Haval H6 brendi ostida birinchi bora 9 pog'onali robotlashtirilgan korobkaga ega yagona avtomobil hisoblanadi. Kuchaytirilgan dvigatel bilan uyg'unlashgan holda u yanada dinamik va har harakatda ishonchli bo'ldi. Ushbu model narxlari 324 million 900 ming so'mdan boshlanib, xarid jarayonida 5 yillik kafolatga ega bo'lasiz. Albatta, Jizzax Haval avtosalonida.